So'ring. Keyingi misol TUX parallelogram degan TVX 100 gradus, TUV 64 gradus degan. Bizdan so'ragan TWS. TW pastda ko'rinmay qolibdi mana. Keyin S shu burchak so'ralgan. Buning uchun nima qilamiz? Xo'sh. Bu yerdagi burchak necha? 64. Bet nechi bo'ladi? 64. 64 bo'ladi. 64 bo'ldi. Hop, bu burchak nechi? 100. Metdagi burchak bu trapetsiya bo'lib qoladi. Metdagi burchak 80 bo'ladi. Chunki mana bunga parallelda, bitta parallelda bir tomonlama burchaklarimiz 180 gradus bo'ladi. Endi mana uch burchakka e'tiboringizni qarating. Bu. Mana 3 ta nuqtadan tutashdan hosil bo'lgan uch burchakka e'tiboringizni qaratsangiz, x qo'shilgan 64 qo'shilgan 80 teng bo'lishi kerak 180 ga. 36. 36 gradus. Bo'ldi.